Bitta narsani ishonib ayta olaman, biletlar prognozim bo'yicha bir haftada уже qolmaydi. O'shaning uchun hozir bilet bo'yicha yozinglar, kiringlar deb aytayotganim yo'q, chunki juda ham bu narsaga ishonaman. Sababi kelganlar yana mana qayta kelamiz, albatta boramiz. Bora olmay qolganlar videoni ko'rib juda ham afsuslangan, o'shalar обязательно kelamiz deb. O'shanda ham aytishgan, yana qilsangiz boramiz, yana yozib olishibdi. O'sha bloger o'rtoqlarim yozib tashlashdi. Aytgancha sanani o'zgartirdim. 28 emas, 21-da qildim. O'sha men 2-3 ta o'rtog'im chet elda bo'lar ekan. 28da voy Gulzo degani uchun sizlar uchun dedim chisloni ham o'zgartirib tashlayman. Lokatsiyani ham qaysi lokatsiyada qilib bersam kulishyapti. 21-iyulga o'zgartirdim. O'shaning uchun 21ga harakatinglarni qilinglar. Biletlarni tez orada aytamiz. Dress kodni ham aytamiz.